Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Foundation of Cyber Security bo'yicha, ya'ni centehack.com sayti yordamida tayyorlangan video darsliklarni ko'rib chiqamiz. Bo'lmasam boshladik. Bugun birinchi darsimiz. Gap cho'zib o'tirmaymiz. Bugungi darsimizda kiber xavfsizlik asoslari, kiber tahdid muhiti, Red Team operatsiyalari, Blue Team operatsiyalarini ko'rib chiqamiz. Obuna bo'ling, like va izoh qoldirishni unutmang. Xo'p, birinchi mavzuyimiz kiber xavfsizlik asoslari. Kiber xavfsizlik asoslari SIA triadasiga bog'liq. Bu nima? SIA triadasi, ya'ni uchtalik, bu confidentiality, integrity va availability ga kiradi. Bular nima? Confidentiality bu maxfiy ma'lumot faqat vakolatli shaxslargagina ochiq bo'lishini ta'minlash. Masalan, kelinglar sizlarni Instagram profili misolida olamiz. Instagram profilini parollarini faqatgina o'zingiz bilishingiz shart yoki kerakli bo'lgan odam bilishi kerak. Agar boshqalar bilsa buni confidentiality buzildi degani. Keyingisi integrity. Bu ma'lumotning aniqligi va ishonchliligini saqlash, uni ruxsatsiz o'zgartirish mumkin bo'lmasligi va bunday urinishlar aniqlanishi. Demak, bizda Instagram profilimizga kimdir kirib olgandan keyin u yerdagi ma'lumotlar o'zgarishi. Aytaylik, bizani profil rasmimiz, username'imiz yoki kerakli, demak, fotolarimiz o'chib ketishi ehtimoli borligi, ya'ni bu integrity ga kiradi. Ya'ni bu ma'lumotlar aniqligi, ishonchligi va uni ruxsatsiz o'zgartirish mumkin bo'lmasligi va bunday urinishlar aniqlanishi integrity buzildi degani. Availability bu ma'lumot va muhim xizmatlar zarur vaqtda vakolatli foydalanuvchilar uchun ishonchli tarzda mavjud bo'lishi. Ya'ni, masalan, sizda o'zingizning Instagram profilingiz bor va yaxshigina obunachiga, umuman Instagram profilingizda, demak, blog yuritib borsangiz, o'ttiga kerakli, demak, videolar, kerakli rasmlar, kerakli, demak, storieslar va hokazo narsalar, demak, bo'lishi. Ya'ni bular o'chib ketmasligi, yo'q bo'lib ketmasligi. Mana shular bo'lishi bu, demak, agar bular bo'lmasa, ya'ni o'chib ketib qolsa, bu availability buzildi degani. Bu yerdan xulosa qilishimiz mumkinki, confidentiality buzilsa, integrity ham ketdi degani, integrity buzildi degani, availability ham buzildi degani. Barchasi bir-biriga bog'liq. Biri buzilsa, o'sha ikkinchisi buzilib ketadi. Shunga qattiq ahamiyat berishimiz kerak. Keyingi mavzuyimiz kiber tahdid muhiti. Bu kim hujum qiladi, qanday hujum qiladi va kimni nishonga oladi degan umumiy holat. Ya'ni kiber tahdid muhiti deganda, masalan, bizda ransomware degan, demak, virus, demak, hujum turi deymiz ham, tahdid turi deymiz ham, shunaqa narsa bor. Ya'ni bu pul uchun shifrlash degan. Aytaylik, siz bitta joyda ishlaysiz va kompyuteringizga qo'g'ib ketdi. Keldida bitta odam, demak, virus o'rnatib ketdi. Bu virusni ochish uchun sizdan pul talab qiladi. Endi siz pul qilmaysiz, ya'ni bank kartiga o'tkazishni, demak, ko'pincha holatda bank kartidan o'tkazish juda ham xato narsa bo'lardi. Asosan kriptovalyutada to'lanadi bu pullar. Aynan sizga mana shu virus tushib qolsa, kriptovalyutada to'lanadi, asosan Bitcoin va hokazo. Demak, ransomware shunaqa narsa. Katta ehtimol bilan shu to'lovni qilganingizdan keyin ham, sizga o'sha key bergandan keyin, o'sha kalitni bergandan keyin katta ehtimol bilan ochilmasligi ham mumkin. Nimaga? Sizni chopib ketdi bu. Chopib ketish hisoblanadi. Va bu yoqda mana hozirgi asosiy tahdidlar deb yozilgan va qolganini o'qisangiz, demak, o'qishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi mavzuyimiz Red Team operatsiyalar. Red Team operatsiyalari nima? Kelinglar, Red Team haqida o'zi nima? Red Team nima? Red Team bu, demak, bitta kompaniya bor, tasavvur qilinglar, bitta sayt bor deylik. Bitta web application bor va buni demak odam bor, ya'ni o'sha hakerlar bor
o'shalar hacker olgan, kiber xavfsizchilik olgan va uni ishchilari o'zini demak saytini buzadi. Nimaga? Chunki zaifliklarni topish uchun. Xo'p, keyingisi Blue Team operatsiyalari. Blue Team operatsiyalari nima? Xo'p, Blue Team o'zi himoya qiluvchi. Aynan boya mana bu yerda Red Team bor edi-ku. Mashilani, demak, mashilaga qarshi chiqadi mana shu Blue Team. Demak, himoya qilar ekan. Blue Team ham, Red Team ham mana shu kompaniya ishchilari bo'ladi, ya'ni xodimlari, hakerlari bo'ladi. Faqatgina Red Team bu shunchaki test qilish uchun, zaiflik bormi, yo'qmi, shularni aniqlash uchun, Blue Team esa himoya qilish uchun ishlaydi. Bu bizning Telegram kanalimiz. Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying. Bundan ham zo'r ma'lumotlar aynan Telegram kanalimga berib boraman. Aynan mana shu prezentatsiyani ham men Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Xo'p. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obuna va like do'stlaringizga ulashishni unutmanglar.